İstanbul'un Selim Paşa bir mehli, Uygur mehlis kurulduğan boldu degan gapni anglab, shundan müşahidi qarindoshlarimiz bilan ko'rishgan boldim bu yakiydi. Mesela men bu ahvolni degandan keyin uy berdigan boldi. Shuning bilan yana nim qilib so'zlashib turib, bu yerdan men 2025-yil 1-oyning o'rtalari uydan birini berdi. Bu uylarni azad yo'ruq. Amdan men qo'bak rozi bo'ldim endi. Endi bu yerga men maktab ishga kelsakmi, men bolalarning o'qishini nihoyat qulaylik bak bolalarim bak o'zlashib bilan bo'lib ketdi. Maktab ishlari bak yaxshi endi. Ba'zida shunaqa men faoliyatlarni ifoda bular bu ishlardan bak mamnun bo'ldim. Men bak yaxshi bu mahallining nimalarni hozircha bilan nimqatidan buni degan teg'im bak nim qilamiz da'vatida men yuqori darajadagi ustozlar. Men mushu Selim Paşa'ga ko'chib kelgili 2 oy bo'ldi. Müşahidagi qarindoshlar vatandagi o'xshash hammalar Uyg'ur. Bir sitani ichida o'ltiryapmiz. Opchi faoliyatlarimizni birga qilyapmiz. Masalan, Hiyitda opchi hiyitlashib, vatandagi ruhiy kayfiyatni men oldim. Bolalarimiz bo'lsa, kichik farzandlarimiz yasli yeshidikilar Müşahid Uyg'ur maktabida o'zining ona tili savodi yaslida o'qiydigan bolalarimizni chiqyapti. Hem mektep yeshida o'qiydigan bolalarimiz maktabga berib, maktabda hukumatning maktabida o'qiyapti. Her tarafdan yaxshi, atrofimizda nurg'un sharoitlari yaxshi ishlar bor ekan. Ishlayman desa, bizning masalan usti uy aslida ish o'rinlarimiz bor, ishlayapmiz. Men bu yerga ko'chib kelgili hozir 2 oydak bo'ldi. Bolalarim bilan kengir muhitda, azodi muhitda bolalarimiz uchun va Uyg'urlar o'tiraqlashib turayotgan yerlarda bolalarimizning kelgusi uchun o'zimizning millatimizning urf-odatini jonlantiramiz, shuni unutib qolmasligimiz uchun deb ko'chib chiqqandik. Shu ishlar bek yaxshi bo'layotdi. Men bir oy bo'ldi Selim Paşaga ko'chib kelgan shaharni avaylik qilyapman. Hamda bu yerda mening og'am faydam mening 5 tal balam bor. Balalarım hemiz Türk mektepte okuydu. Uyda Uygurca qilgan bilan uydan chiqsa, atgan kesh Türk normalari aralashgandan keyin shu o'zimizning urf-odat, shu Uygurcha gap so'zlarimizni biza chekinish bo'lgan. Men ko'chib kelgan yaqinimiz Uyg'ur bo'lgan o'zimizning kulturini saqlab, balalarım yaxshi o'qiyotdi. Hem diniy hem fənni cəhətdə. Hem özümüzün kültürünü saqlab qoyatımız. Bu cəhətdə mən çox fayda aldım. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz bu Uyghur mahallesiga chiqqandan yanqisi shunda rahat oldik. Kira oldigan chaqda kirani biz o'stitmiz, manch pul hele qo'pang deb bek bir ko'nglimiz aram emasdi. Bu yerga chiqqan yaxshi shunda rahatlanib, roza hayit faoliyatlarini shunda yaxshi o'tkazib, tiravih iftar degandek faoliyatlarni qilib shunda rahat oldik. Ama öyle şunda kenar azade hem ister şunda tegedin istep bu öydüm şunda hoş olduk, memnun olduk.